15 marotaba Bartolint bo'yicha operatsiya bo'lgan patsientkamiz. Qizimiz har doim Bartolin bezi kistasi bo'lganda buni o'zlari e'tibor bermaydilar. Keyin 1-2 marta kapsulasi bilan olamiz deb operatsiyaga olishgan. Umumiy hisobda aytishlari bo'yicha necha marta? 15 marta. 15 marta Kesib olishganda. Kesib olishgan. Kapsulasi bilan ham olib beramiz deyishgan. Ha, olmagan lekin. Unaqa ham olib bo'lmas ekan deb aytishganda. Olib bo'lmas ekan deb. Quritib, keyin olamiz, keyin kelasan. 1-2 haftadan keyin. Lekin narkoz qilgan ham. Hali ham qurimayapti. Men bormadim aldagandan keyin. Mana bo'lmasa, Bartolin bez kistasini qurishini kutishayotgan bo'lgan yo'q. Hozir biz ko'rdik, kerakli qon analizlarini yozib berdik, ro'yxatini analizlar topshirib kelganlaridan keyin operatsiya qilib Bartolin bez kistasini kapsulasi bilan bu qizimizga olib beramiz va xudo xolisa boshqa qaytalanmaydi keyin. Bu chap tomondan qaytalanmaydi. O'ng tarafdagi bezdan yana chiqish ehtimoli bo'ladi agar sizda ajralmalida qanaqadir yallig'lanishlar bo'lsa qildi.